O'g'lim, sen esli bola bo'lib, oyinetganlar qilib o'tirsang, bugun senga zo'r sovg'a olib boraman. Ha? Bo'pti. Zafar, Ha? bugun aniq o'birasan? Yosh bola-yu, aldab qo'ydim-da, ovunib o'tiradi. O'zbekistonga 4 kundan keyin qaytasan-ku? Nima qilasan yolg'onni o'rgatib bolaga? Ha, bo'pti, yur. Manzilgacha 23 daqiqa qoldi. Oka, Alabay. qanchada kelasiz? Ha, hozir 5 minutda boraman, 5 minut. Tezlashing. Ha, akom. Qo'shilamiz, oka. Ha, hop. 5 minutda kelar ekan. Bering aka, endi shuni. Yo'q aka, unaqa narx to'g'ri kelmaydi. O'zimizga ham bunaqa narxda kelmaydi-yu. O'zi arzimagan bir qismga o'tiramiz aka. Gapingiz yolg'on bo'lib qo'ymayaptimi? Bu lekin idealini tanladingiz, oling. Yo'q, kerak emas. Olmasang olmay. Aka borsam sira yuramizmi? Ha, aka bir kishi. Kevering, sraz yuramiz aka. Ukam. Ha? Yuramizmi, ketdik? Necha kishi? 3 kishi sraz yuramiz, ketdik. Yo'q, qachon to'ladi? Ha, aka. Yuringlar. Aktyorchida zariladi, berib tur. Yo'q, og'ayni hozir o'zimda ham yo'q-da. Bir so'm pulim yo'q, o'zimga ham pul kerak-da. To'g'ri tushunsan endi. Bo'pti. Kraskasi top-toza, javob. Rabiga halol. Muhimchi ayol kishi haydagan. Haydab ko'ring. Rostdanmi? Chestni aka. Mana Zafar, Ha, o'rtoq. Jigar, bu bir haftada olasan-da, ha? ishondim. Ha. Xaltura suvlari. Dasturxoningiz ko'rki. Stop! Olindi. Yaxshi chiqdi lekin. Nima bu, Ana misrini. Ha, nima yo'qmadimi? Nima bu? G'alati sho'r narsa. 10 kunda xuddi shunaqa qilib bering. Mana. Ha, yo'q aka. Buni remontini 10 kunda bitirib bo'lmaydi. Kamida 20 kunlik ishi bor. Agar shoshilinch bo'lsa, boshqa usta topa qoling. Ha, mayli. Pul o'zida qola qolsin. Bir oyda bo'lsa ham o'z bitirib bering. Chunki pul uchun yolg'on gapirmas ekansiz. Ishondim. Yolg'on rizqni ko'paytirib qo'ymaydi-yu.